Manda o'xshagan yengavni yutib qo'ysam nechqacha yeb o'tasiz a? Hamsha darsligini boshlab etdim. Mening zavobimni kirib yaxshizligini beling. Yaxshimizlar ko'pchilik masalani to'g'rilashib berasizlar. Sen javobimizmi? Necha o'nbek session qilib ketdinglar. Yengav ko'rishni ko'rsatib qo'ysanglar, chomifin ko'rishni ko'rsatib qo'ysanglar deb. Misho men yengav ko'rgan shipingda o'xshash. Yanalar chomifin ko'rib yesanglar bulardi. Hamsha darsligini boshlab ketdilar. Azmoqlar yengav. Uni keyin ma lapiza, chiqqushuk, dobenjan, priyerim qushuk, panzmalayodan, priyerim qushuk. Ma bizning hamda nengavjan, nengov ko'rib chiqargan jang ma bu. Chomifin, nengov hamsi tushirdigan mesela miflazje, şunun hamsi tushdi. Undan boshqa ma samsak, sumpiyaz, simjang. Ama shomilarni ochiqroq aytgan sasan bo'ldi. Ma bugun bizning bolaning ochiq yeyib qotgan shu. Mana da azroq deb qo'ydim. Azmotlar chinsay, azmotlar kalgushi, to'qgushi, qo'ygushi. Nima go'sht bular o'zimiz yoqtirib yegan go'shtni solamiz. Hamsi boshlab ketdik. Biz avval qozonga azmotlar so'kijib, men yengovni bir tanliqlab berib olamiz ha. Taqimdagi ishni ekan. Bu misdan qaynagandan keyin bu choyga to'g'ralamiz ha. Hamda muzdek suvni bir chaqib etamiz buni ha. Hamda qozon azmotlar yaklaşık go'shtni bir chaqib etamiz ha. Mana jahal qizg'anda bizning go'shtni solamiz ha. Mana go'sht pishib, ishorat kelganda bizning chingdan bir yog'da o'tkazib ha. Mana teksaklan bo'ladi ha. Shunda chiroyli ma'no rangi bu. Hamda qozonga azmotlar yaxshi ko'ramiz ha. Baysaman men samsak, so'ndan so'mbiya shomila. Mana sizni bor bir proqon chiqarib olamiz ha. Nayt, mislik, nayt, ishchiqman bu. Uni keyin bizning panzmalar yo'qdan ha. Mana panzmalar yo'q. Ha, dobenja. Ha, lapiza. Hamma yerda bizning chomifin Mana praktik listem hemmisi var manada ha. Ben sana diyeceğim, cicim samsak bularda ha. Mana, bunlar korup. Tamlar çıkırmaz bunu ha bana. Hem de suda içkimiz birimiz ha. Mana içki. Hem de bak, yengavni salamız. Ben yengavni salab, avval bir içkimiz başlaytimiz ha. İçkimini kaynatgandan keyin misalet keldi mana shunda qo'ylab Kuraklarım şundan buraya durdu. Hem de ben bizden çiğseyden go'shtni salamayız ha. Hem de yengil koruymayız buna. Bu üst koyuldu bunun bundan sönüp diyem ve bunu yaptığınızda kuyadığında kuma üst koyuldu buna. Bana ha. Hem de asaklar oldu ha. Bana ha. Hoşlan yengil çıktı ha. Qalanglar shunda chiroyli. Mana ha. Endi buni nim bilan yoqtirib yesak, shu nim qilib olsak bo'ldi. Bizning bolalar nam bilan yeydigan bo'ladi ekan. Bu nengavni o'sha nam bilan eslatadi bu mana. Voy, shunda chiroyli qalab megan kelib ketdi qachon. Mana uyga olganlar ham ganjo qilib, sho'san qilib, finshan qilishni katta yo'ntib qilmanglar. Mishta o'xshan tamoqlarni yeydiganlar. Kuchardanglik va shiquraz. Yana men shingwangli chontik va shiquraz kelsanmi? Men ba, nurg'un dangdar ustamlar ba. Tüpsüt boşanlarımız var. Veşi kütütümüz. Hemse biz sizlerine şingongli çontik veşi kurası saklayımız. Mağaklarımıza kilayıpsanı kırışaylı.